Bizani gayilarimiz to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan. Ehtiyot bo'ling, siz kamera nazorati ostidasiz degan stikerlar yopishtiriladi. Bu albatta bularga jarima bo'ladi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Zapis ketyapti, jarima boradi. Qoida buzyapti mana shu. Ana qoida buzyapti. Endi mana bu avtobusda Samarqand shahridagi haydovchilarga yangilik. Endi avtobuslarga bitta emas, ikkita kamera qo'yilgan. Bittasi avtobus o'zining xavfsizligi uchun va bittasi to'g'ridan-to'g'ri yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga ulangan jarimalarni qayd etadi. Bular asosan qaysi jarimalarni qayd etadi? Bular asosan A palasan, ya'ni avtobus harakatlanishi belgilangan palasalarda harakatlanganlar, avtobus yo'lagida gayi turibdi, ko'ryapsizlarmi? Yaqinlashtirib bo'ldi. Avtobus yo'lagida to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan haydovchilarni, keyin avtobus faqat emas, qizilda o'tib ketsa ham oladi, kamera yo'q joylarda. Endi avval faqat kameralar olardi-ku, tepaga o'rnatilgan. Endi kameralar bo'lmasa